Go'zallik faqatgina shaklda, zohirda emas. Uylanadigan ukalar albatta chiroyligini istaysizlar. Albatta yuziga qaraysizlar, bo'yiga qaraysizlar, boshqa joyga qaraysizlar. Bu sizlar ko'zingizlar ko'rayotgan narsa. Lekin ichki dunyosini ko'ra olasizlarmi? Bir ayol bor, o'rtacha husnli. Eri bilan yashaydi, eriga vafodor, doim xizmatida, doim ko'niga qaragan, bor yo'g'ida yonida birga turadi. Bunaqa erkakning hayoti haqiqatan osoyishta bo'ladi, saodatli bo'ladi. Yoki yana bir erkak kishi ayoli juda ham go'zal, juda ham chiroyli, lekin boyaga aytilgan narsalar yo'q bunda. Vafo yo'q, mehr yo'q, muhabbat yo'q, xizmat yo'q. Endi bu erkakning hayoti nima bo'ladi? Do'zaxdan bir parcha bo'ladi. Aytilyapti, chiroyiga, puliga, nasl nasabiga, diniga deyapti. Dinini birinchi qaraylik, dinini.